Ijtimoiy tarmoqlarda endi soliqdan qarzi borlar ham svetdan uzilishi mumkin deya xabarlar tarqaldi. Ushbu ma'lumotlar qanchalik asosli? 2025-yil 28-noyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 364-sonli qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, endilikda jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer solig'i bo'yicha 1 million so'mdan ortiq soliq qarzdorligini undirishda elektr energiyasining billing tizimi mexanizmidan foydalaniladi. Mazkur jarayon 2026-yil 1-yanvardan boshlab huquqiy eksperiment tariqasida Namangan viloyatida o'tkaziladi va so'ngra uning natijalari bo'yicha Soliq qo'mitasi tomonidan 2026-yil 1-oktyabrga qadar mazkur tajribani boshqa hududlarda ham qo'llash bo'yicha Vazirlar Mahkamasiga taklif kiritiladi. Forumda soliq to'lovchilarimiz tomonidan billing tizimi o'zi nima degan savol paydo bo'lishi tabiiy. Amaldagi qonunchilikka ko'ra, billing tizimi deganda qarzdorlik belgilangan muddatda bartaraf etilmaganda billing tizimi operatori tomonidan elektr energiyasi uchun to'lov qilish imkoniyatining vaqtincha cheklanishi mumkinligi tushuniladi.